Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilarim. Bizning sonimiz 50 taga yetdi. Shu munosabat bilan men xursandman. 50 taga ham xursand bo'ladimi deyishlari mumkin. Ha, men xursandman. Anchadan beri kitob o'qishga vaqtim bo'lmayotdi. Yaqinda kitobimni o'qib qoldim yana. Yolg'on psixologiyasida inson plastika, ya'ni tana harakatlari orqali yolg'on gapirishi. Bu narsani ko'pchiligimiz bunday o'ylab qarasak, hayotimizda juda ham ko'p ishlatar ekanmiz. Ammo bularni psixologlar yoki psixoterapevtlar aniqlashi uchun 25 yil, ya'ni bir insonni chorak asrlik umrini tajribalarga sarflagan. Bu narsani men o'qib juda ham hayron qoldim. Eng ko'p ishlatiladigan ha yoki yo'q deganda boshimizni qimirlatishimiz yoki bilmayman deganda yelka qisishimiz kabi boshqalar tomonidan oddiy ko'ringan, ammo shu oddiy narsani aniqlash uchun 25 yillik umr sarflanilgan ekan. Men buni o'qib hayratda qoldim. Yolg'on psixologiyasini tobora o'qib borar ekanman. Bu hayotga, insonlarga bo'lgan qiziqishim qaysidir ma'noda ortyapti, qaysidir ma'noda so'nyapti. Chunki atrofimdagilarning ko'pchiligini o'sha yolg'onlarni sezib qolyapman. Yolg'on gapirish bo'yicha o'zimda ham ayrim bilimlar yana ham kuchayapti. Bu bilan men yolg'onchiman demoqchi emasman. Ayrim narsalarni ochiqchasiga yaqin insonlarimizga ayta olmaymiz. Masalan, oddiy bir xasta bo'lsa, erta yaqin orada siz olamdan o'tasiz demaymiz-ku. Hali inshaalloh yaxshi bo'lib ketasiz deymiz. Lekin umri qisqarib qolganini balki biz bilarmiz, balki yo'q. Shunday ekan, hammasi inson yashab, o'zi tajriba orttirib, bu hayot degan nomli darsda hamma o'zicha har xil xulosa olib yashar ekan.